Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bir kishi o'zida munofiqlikning alomatlarining hammasining tepildiganligini sezsa, tuzataman debmi necha yilgacha tuzatilmasa qanday qilish kerak? Masalan, yolg'on so'zlash, xiyonat qilish, urushqanda darhol og'zini buzish, g'ayvat qilishga amroq bo'lish, boshqalarning xotiniga qiziqish degandek nachar illatlarni tubdan tuzatishning unumli chorasi bormi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Har birimizda aqalli taqdirda u illatlardan birarisi tepilmay qolmaydi. Bu illatlarga mubtalo bo'lganlar uninga ko'nib qolgan taqdirda uningdan qutulishmi osonga tushmaydi. Agar inson bu illatlardan qutulishga bel bog'lagan taqdirda, buning eng unumli davosi Allohdan qo'rqish. Bir ish yoki bir og'iz so'z qilishdan avval Allohning ko'zlayotganligini o'ylasa, andan yolg'on so'zlamaydigan, xiyonat qilmaydigan, og'zini buzmaydigan bo'ladi. Yuqorida tilga olingan illatlarning har birining to'g'risi bor. Alayliq, yolg'on aytishning to'g'risi rost so'zlash, takabburlikning to'g'risi kamtarlik, Allohni unutishning to'g'risi o'zatni yod etish, baxillikning to'g'risi hajlash, riyoning to'g'risi ixlos. Umuman, yuqoridagi illatning ta'turini qilib, nafsiga agashmasa, davolash tamoman mumkin. Rostchil mu'minlar bilan o'ltirib qo'pish va ular bilan aralashib o'tish nifoq bilan elib berilayotgan bu jangda to'limi foydali. Bu borada mono fatvodan foydalanğaysiz. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.